Talat aka. Ha. Jahon chempionati jadvalini qarang. Ha, shunday. Qani endi ingliz tilini bilganimizda. Ha. Amerikaga borib, stadionda o'tirib, o'yinlarni mazza qilib tomosha qilardik, ha. Sichqon sig'mas iniga, g'alvir boylar dumiga. Talat aka, odamni hafsalasini pir qilasiz. Sizda bir orzu havas ham bo'lmaydi-ya. Endi qarang. Bizi O'zbekiston terma jamoasi K gruppasi ekan, ha? Hada. Gruppamiz K gruppasi. Raqiblarimiz ham Kolumbiya, Kongo, Cristiano. Nimaga Cristiano? Portugaliyada. Ya, Cristiano Portugaliyada. Ya. Yaxshi. O'sha Talat aka, gruppamiz ham K ekanda. Ya, bu nima degani? Kuchli gruppa ekan deyman. Kuchli. Endi mana shu Kolumbiya degani qanaqa davlat? Urush bo'lyapti bu yerda? Ya, nima deyapsan? Humpar, oshqovoqkalla, geografiyani o'qiganmisan o'zi? Kolumbiya, Lotin Amerikasidagi davlat-ku. 19-asrning boshida Simon Bolivar boshchiligidagi ozodlik harakatlaridan keyin mustaqillikka erishgan. 2016-yilda urush tugab, murosa etagini tutishgan. Venezuela, Ekvador, Peru, Panama bilan chegaradosh. Aholisi 53 million. Ispan tilida gaplashadi. 33 ta departamentga bo'lingan. Iqlimi ekvatorial. Nobel mukofotini sovrindori Gabriel Garcia Marquezning vatani bu. Sen bunday yuksak madaniyatni tushunmaysan. Xullas, kuchli komanda bu. Ehtiyot bo'lish kerak. Ezib qo'yishi mumkin. O'qish kerak-da, uka. Uyat, sharmandali holatda. Uyat. Talat aka, qo'ysangiz-chi. Mayli. Ammo shuncha narsani qayerdan bilyapsiz? O'qish kerak-da. Endi haligi yana anu mango degani bilan ham o'ylar ekanmiz, ha? Ey, qovoqkalla. Mango emas, Kongo. Kongo demoqchidim, adashib boribman. O'sha Kongo qanaqa davlat? Siz ham bilmasangiz kerak buni. Dunyoda bir mamlakatlar ham ko'p-ey. Ey, Kongo'ni ham bilmaysanmi? Kongo ikkita davlat. Birisi katta, birisi kichik. Kichigi Kongo Respublikasi. Biz o'ynaydiganimiz kattasi. Kongo Demokratik Respublikasi. Talat aka, qanaqa qilib bitta davlat, ikkita davlat bo'ladi? Sen bilmaysan jahon tarixini, xalqaro masalalarni. Biz bilan o'ynaydigan davlatni 110 million aholisi bor. Aholisi 242 ta tilda gaplashadi. Hududi kattaligi bo'yicha Afrikada Jazoirdan keyin ikkinchi